Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Jaloliddin Hasanovich 1959-yil Toshkent viloyati Toshkent tumanining Qirariq mahallasida tug'ilganman. Bolaligim o'sha yerda o'tgan, shu qishloqda katta bo'lganman. Ota-onam oddiy kolxoz ishchisi bo'lishgan. 1966-yil Muqimiy nomidagi 10-o'rta maktabga chiqqanman. Mashinalarga qiziqib, texnikalarga qiziqib, o'sha maktabni 10-sinfni 1976-yil bitirib, keyin shu shofyorlik anaqasiga o'qishga kirganman. 1977-yil o'quv kursini tugatganimdan keyin harbiy xizmatga ketganman. Harbiy xizmatda ham texnikaga qiziqqanim uchun u yerda ham pajarniy mashina haydaganman 2 yil. 2 yil harbiy xizmatni bitirib kelganimdan keyin zavodga ishga kirganman. U yerda ham mashina haydab, katta gruzovoy mashinalar haydardim. Avtobus haydash bilan boshlaganman yana. Avtobus haydab 17 yil Keles Chorsi yo'nalishida yurganman. 477-avtobus bo'lardi, o'shalarni haydab yurganman. Avtoyo'l sohasiga ishga kirganimdan beri shu yerda ishlab, respublikaning hamma viloyatlarini ko'rib keldim. 48 yildan beri ishlab kelyapman. O'ylab qarasam, umrimning 3dan 2 qismi shu sohada o'tib ketgan ekan. Haydovchilarning ichida eng yoshi katta, ulug', hammamizga o'rnak bo'ladigan insonlar. Avtoyo'llarini qurilishlariga guvoh bo'lganman, ko'rganman ko'pini. Ko'prik qurilayotganlarni guvoh bo'lganmiz. M37da guvoh bo'lganman, ko'rganman ishlayotganlarni. Nega A380 Buxoro Qoraqalpoq yo'llariga anaqalarga guvoh bo'lganman, qurilishlariga, beton yo'llarini ko'rganman, qurilishlarini. Quruvchilarni ham ishlari og'ir ko'rganman, shularni qilayotgan ishlarini hammasini. Yana ko'zlarimda kuzning surati. Tomosha qilaman kuzgi bog'larni. Yillardan berkitib yashab yuribman dil qatida qolib ketgan dog'larni. Men o'zib boryapman fasllardan ham. Ular ulgurmaydi xayr deyishga. Bir uh tortib xazon bog'ni aylanib, bir oh desam yetib olaman qishga. Dunyoda yo'llar ko'p, yorug' yo'l bitta. Qidirib yuribman men o'sha yo'lni, chakka o'tgan tomdek cho'kib boryapman. Arang ko'taryapman yoqqan sel do'lni. 3 ta farzandim bor. Farzandlarimdan ikkitasi ota kasbni egallagan. Haydovchilik qilishadi ular ham. Bitta kichkina farzandim qurilish sohasi bo'yicha ishlaydi, qurilishda ishlaydi. Mani sohamga shu farzandlarim ham qiziqqani uchun mani sohamga ishga kirgan ular ham qiziqib. Xizmat safarlarida yurganimizda qiziq voqealardan yana birini gapirib bersam, ko'p bu endi juda bittasini eslasak, bir cho'lda qolib ketganmiz, mashinamiz, texnikamiz buzilib, shu yerda endi bolalar bilan o'sha yerda cho'lda qolganmiz. Qiziq voqealardan bittasi shu, kechqurunlar har xil dovushlar kelib, uxlamasdan bir-birimiz bilan hazil-huzul qilib, ertalabgacha, lekin yordam kelib, ertasiga keyin bizani olib ketgan. Bu inson odamiylik jihatdan juda yaxshi insonlar. Ancha tajribali, malakali shofyorlarimizdan. Bu inson bilan biz ko'p xizmat safarlarida bo'lganmiz. Bu inson bilan xizmat safarlariga chiqqanimda o'zimni ancha xotirjam his qilaman. Bu inson bilan haftalab xizmat safarlariga ketganmiz. Bu odamni zeriktirmasdan, xushchaqchaq, samimiy insonlar. İnsoniylik jihatdan ham kimdir undan yordam so'rasa, qo'llaridan kelguncha yordamini ayamaydigan insonlardan. Mana yo'llarimiz juda ravon. Maza qilib mashina haydaysiz. Oldin bunchalik yo'llar bo'lmagan edi. Beton yo'llar edi, har xil yig'ilgan, to'plangan bo'lib.
Mana hozir yo'llarimiz havosga haydasa bo'ladi, bu yo'llarni maza qilib, qoidalarga rioya qilib. Bundan ham ko'p ishlagisi keladi bunaqa yo'llarda odam yurganda. Oldin viloyatlarga komandirovkaga chiqqanimizda yo'llarimiz juda uncha tor edi-da, qisqaroq edi. Endi hozir yo'llarni ravon qilib, tekislab, mana chiroyli yo'llar bo'ldi. Manzilimizga tez boradigan bo'ldik. Oldin qiynalib yurardik. Mana hozirgi sharoitlarimiz juda zo'r. Yaxshi yuryapmiz. O'ynab kulib borib kelamiz. Havas qilib borib kelamiz bir joyga borsak. Hammaga shunaqa yaxshi omad, yaxshi yo'llar qurishlarga, bolalarning ishlashiga omad bo'lsin dunyoda. Hammaga yaxshilik. Niyatlarimizga ish qilib yetkazib yursin Alloh taolo. Ishlarimizni rivojini bersin. Bizani ham ishxonamizni rivojini bersin, ishlarini.